Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bizning tomorqamizga shaxsiy огородimizga 2 yil oldin 3 tup banan ko'chatini olib kelib ekkandik. O'tgan yilgi qishki sovuqda usti yopishning iloji bo'lmadi, imkoniyati bo'lmadi. Ham e'tiborimizdan chetda qoldi anchagina. Hozirgi sharoitga kelib 3 tup banan ko'chatimiz 2 yilda o'zini yonboshidan chiqqan tomirchalarni ajratib chekkalarga olib ekib общий sonini hozir 20 tadan oshirdik. 2025-yil esa hozir o'sha 3 tadan olib kelinganning bitta ko'chatidan mana bundoq gullar chiqdi. Mana bu biologiyaga yaxshi tushungan odamlar tushunsa kerak, changlatish uchun o'simlik o'zini antennalarini chiqardi va changlandi. Mana bu tagida ozroq buni qarasak, mana bananni mevalari hosil bo'lib boshladi. Bir narsaga e'tiborlaringizni qaratishni so'rayman. Nimagadir ana shu gullagan va meva berayotgan bananni tepasiga mana qora chumollar chiqib ketyapti. Qatnayapti juda ham ko'p. Bu chumollar bananni mevasiga zarar beradimi, yo'qmi? Bananni hosilni ichidagi sharbatni so'rib ketadimi, yo'qmi? Shuni tushunmayapmiz. Bilganlar o'zlarining maslahatlarini berib, bizga kommentariyalarga yozib qolishadi degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Banan eking. Bu ham uyingizning fayzi. Ham sitrus mevalarga bo'lgan ehtiyojni ozgina qoplaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.